Assalomu alaykum. Valla ovozim kelyaptimi? Unda bo'lsa, bugungi leksiyada asosli yer tebreshining nima uchun yuz berganligi haqida biroz ilmiy bilimlarni ko'ramiz va yer tebresh ofati yuz berib qolsa atrofimizda qanday bir tadbirlar qo'llanamiz, bu haqda to'xtalamiz. Hammamiz bilamiz, hozir shu 6 tesladan hozirgacha bir haftaga yaqin vaqt Türkiye, bütün Türkiye matem ichida. Hammamizningki ko'nglini yerim bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki qora qishda, so'g'oq vaqtda insonlar erib ichlayotgan vaqtda afet xarakterlik bu yerda nurg'un insonningki o'lishini, yorilishini ve Türkiye üçün çoğun iqtisadi ziyan keltirib chiqadi. Bütün dünya, bütün Türkiye hazır şu yerde Türkiye'ye maddi ve manevi cihetini yardım qilish uchun seferber bo'lgan holatda turmoqda. Endi bu yer tebresh bir tabiiy bir afet. Bunu herkes yer tebreshning oldin yo'q qilolmaymiz. Hozirgi texnikada bunday narsa yo'q. Bizning hammamizning beshiga kelishi mumkin yoki hayotdagi vaqtida bir qitim hammamiz bir ikki qitimliq yer tebresh tecrübesini baştan o'tkazib bakkan bo'lishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa illa cho'qim biz yashayotgan vaqtida bir yer tebresh ofati yoki yer tebresh hodisasi yuz berishi ehtimoli nihoyat cho'ng. Shunga bu vaqtda oz to'la bilimlarga ega bo'lib qo'ysak va bu vaqtda nimalarni qilamiz, qanday qilishni qilsak eng to'g'ri ishlarni qilgan bo'lamiz. Bu vaqtda oz to'la bilimga ega bo'lib qo'ysak biz uchun nihoyat yaxshi degan. Nasıl bu leksiyada asasen Türkiye'deki çoğun yer tebresh ofatining oxirgi ahvolini deb o'tamiz. Andan keyin yer tebresh zodi nima uchun yuz berdi? Nima uchun yer tebresh bo'ldi deganga qarata har xil ko'z qarashlar bor. Har xil nuqtadan turib buni tushuntirishga tirishadi. Amaliy ilmiy jihatdan bu yer tebresh zodi nima uchun yuz berdi? Bu haqda oz to'la bilimga ega bo'lamiz. Ankin yer tebreshning qanday turlari bor va yer tebresh ofati yuz bersa biz nima ishlarni qila olamiz? Bu haqda paranglashimiz. 2 ayning 6-kuni Turkiyaningki xaritadagi Kahramonmaraşni markaz qilgan va Kahramonmaraşning atrofidagi bir qancha shaharlarda, ya'ni 10 toplam 10 shahar va shaharning ichidagi yeza va kentlarni qo'shgan vaqtida nurg'un yerda 7,7 ball ve keynidan 7,6 ball 2 qitim cho'ng yer tebresh bo'ldi. Ve bu yer tebreshda o'lganlarning soni nihoyatda ko'p. Hozir balkim bu son 16 mingdan eshib ketgan, 20 mingga taqab qolgan bo'lishi mumkin. Taxminan 6 mingdan ko'p uy o'rilib vayron bo'lgan, 200 mingdan ko'p inson xarob ichida qolgan ve 16 mingdan balkim hozir 20 mingga taqab qolgan bo'lishi mumkin. 20 mingdan ko'p inson o'lgan ve 60-70 mingga yaqin inson qazo qilgan ve bu hozir davom qilyapti. Buni balkim sizlar xabarlardan ko'ryapsizlar, buni bilyapmiz. Hammamizning xabari bor. Nima uchun Turkiyada bu qadar cho'ng yer tebresh bo'ldi? Endi Turkiya ma xaritaga qarasak, bu xarita Turkiyaningki turkcha aytgan vaqtida Turkiyaning deprem xaritasi. Turkiyaning yer tebresh belbog'larini ko'rsatadigan bir xarita. Ma xaritada qizil rayonlarga qarasak, bu nimani bildirdi desanglar, qizil rayonlar bu yer tebresh bölgesi, yer tebreshni keltirib chiqaradigan eng ko'p yer tebraydigan rayonlar deb qarasak bo'ldi. Mana bu ikki tal ochmoqqa bo'lingan asosli ikki tal ochmoq bor. Buni biz turkchada fay atlari deydi. Uyg'urchada biz yer tebresh belbog'i deymiz. Bunu birazdan bunun içip düşendirimiz birazdan. Mana şu yer tebresh belbog'larida yer tebresh bo'ldi. Degandek, mana şu qizil rayonlarda
nayt çoğun afetler boğan, yer tevreş afetler tarihten beri Türkiye'de bulup ötken. Mesela yakın tarihte de 1939 yılı Erzincan deyilgan yerinde mana mushu taxminen mushu nur belgini ko'rsatgan yerimde. Mushu rayonda 7,9 yatta 8 bal yete öğrep nurgun insan qaza qilgan shu vaqtning o'zida. Nayt cho'ng mushu vaqt ichi nayt cho'ng afet deb sanıldı. Ve undan başka cho'ng kichik yuz bergan yer tevreşlerining hammasi boshqa yerlarda emas, mushu qizil siziq rayonlarda yuz bergan. Bunu biz yer tevreş biliriz. Hem de hozir yuz bergan yer tevreş materip peskitlari kuchib ketgan qizil siziqning ustida yuz bergan Qahramonmaraş, ya'ni taxminan mushu qizilni ko'rsatgan mushu rayonga to'g'ri kelgan. Boya degandek Erzincan degan yer, Erzincan'da 1937 yili 7,9 bal yer tevrep 32 bin odam qazo qilgan ekan, 100 mingdan jiq kishi yaralangan ekan. Hem de boya deganimdek bütün Türkiye'de yer yuz bergan cho'ng yer tevreşler bu Türkçe'ga men Uyg'urcha tarjima qilib o'tamadim. Tarixdan beri qarasak, masalan 1939 yilgi Erzincan yer tevreşi deprem, 1976 yildagi deprem, 1999 yildagi, 2003 yildagi, 2021'dagi, 2020'dagi, hatta 2023'dagi bu konu ne bo'lgan, 2023'dagi mi qo'shildi. Mana shu yerda nayt cho'ng depremler yuz bergan. Endi bunun biraz texnik kısmına qarasak, ilmiy kısmına yer nima uchun tevraydi? Yer tevreşini bilish uchun az to'la sizlar balkim coğrafya bilimlerinden o'rgangan bo'lishinglar mumkin. Ko'rganinglardek, kemanglarniki. Bizning yer sharimiz qavat-qavat holatlarda tarkib topgan bo'ldi. Masalan, ma resimga qarasanglar, yer sharimizning eng ichi nihoyatda qattiq bo'lgan uyultashdek mana shundoq bir qattiq bir jismdan tarkib. Buni biz yadrosi deymiz. Yer sharining yadrosidan tarkib topgan. Buni biz ichki yadro deymiz. Ve ichki yadroning sirtida shundoq rang, metal eritmasi bo'lgan tashqi yadrodan tarkib topgan bo'ladi. Nayt qiziq, buning temperaturasi quyosh yuzining temperaturasiga yaqinlashib qoladi. Ve uning sirtida tog' jinslari, jismlarning eritmasi altida bo'lgan suyuq shaklda magmalardan tarkib topgan bir qavat bo'ladi. Qizil to'g'an shu. Qo'yoq botqisiman, o'mashdek, nayt qiziq cho'g' bilishlarni. Ve en sırtqi kısmı yer posti. Xuddi insonning terisiga o'xshash. Bunun nimasiga qarasanglar, taxminan bunun hisoblashida ichkidan boshlab hisoblasak, eng ichi sirtidan boshlab ichigacha uzunligi masalan mana hisoblasak, agar yer yuzidan 6371 kilometr qazsangiz, eng ichkiga yetib borasiz. Ya'ni shunchalik uzunlikda yer sharining yadrosi taxminan shunchalik. Tashqi yadroga 5000 kilometr taxminan, ostinqi magma qavati. Magma qavati 3000 kilometr ariqda qiysangiz magma qavatiga, o'ttirchi 30 kilometr atrofida bo'g'ini bizniki yer post qavati, ya'ni insonning terisiga o'xshash. Bu yer post qavatida nimalar bor degan vaqtda mana bu o'xshash tuproqlar, dengiz, tog' jinslar degandek narsalar bor. Ya'ni ustidagi asosligi tosh, uyul tosh, yagona tuproq degandek narsalardan tarkib topgan, hatta maden, ba'zi madenlar degandek tarkib topgan yerning bir posti terisi. Qag'ini ichi cho'g'dek. Bunaqanda bu qanday holat bo'ldi? Masalan, convection deydigan bir hukm bor fizikada. Masalan, turxundan chiqayotgan gazlarmi ustiga chiqadi, ya'ni pastga cho'kmaydi. Eng aqallisi shamollarning shakllanishi, yomg'irlarning shakllanishi, suv parlari pastdan ustun o'rlanib to'piga chiqib, bulutlarning shakllanib yog'di. Shunday tabiatning qonuni shu. Ya'ni convection buning fizikalik qonuniydi. Issiq narsalar to'piga o'rlaydi, issiq qizitilgan narsalar ve pastga so'yib, pastga tushadi. Bunday bir aylanma hosil qildi. Buni biz convection current deymiz. Convection eqimi deymiz. Endi bu yerning ichidagi mavi eng tegidagi magma qavati bir botqisman o'mat shuna, bu bir magmalarning eritmasi. Ve ichida buni qizitayotgan cho'g' yadrosi bor. Nayt qiziq bo'lgan. Bundan keyin bu xuddi tegidan o't qalayotganda ichidagi suvning bunda o'rlab, bulduqlab qaynag'aniga o'xshash. Bu magmalarning qaynagan
bo'ldi. Ya'ni shundoq ustiga o'rlab, mana rasmda ko'rgandek ustiga o'rlaydi. Yer postiga taqishib, ustiga taqashgandan keyin bu yer postidan qanday qildi bolalar? Yer postiga besim tushirdi, tortdi. Xuddi qo'lda bunda ikki chetga tortgandek holatni shakllanadi. His qila oldingmi? Mana rasmdagidek masalan, ustiga magmalar ko'tarilib, yer postiga urilib, ikki tarafga qanday qildi? Postni yirdi pastga. Mana tort bunda yirtdi. Yirtgandan keyin mana yeriqlar shakllandi. Xuddi shunga o'xshaydi. Masalan, ma'nodagi qozondagi suvni isitdingiz. Bu bizning yerimizmi? Xuddi shu suvning ko'lning ustida tashlab qo'ygan blok nimalarga o'xshaydi savoldoshlar. Bizning tuproqlarimiz yerga uyushib ketgan mana shu yo'q. Yer sharini boy ko'rdik. Ichki qo'yoq suyuqliklardan tarkib topgan ateş, işte dozaxdek leylab turgan nima? Amaliyotda bizning ustida desib turgan tuproqimiz leylab turdi ashning tepida. Xuddi dengizning tepidagi kiyimlar leylab turgandek. Ve davomli harakat qilib turdi. Xuddi ma'noning ustidagi bloklar harakat qilib turgan o'xshash. Qaynatsangiz bloklar buning uchun jim turmaydi, bir harakat qildi. Ve bir-birisiga qaysi zaman bir-birisiga urildi, qaysi zaman bir-birisini ağrıldı. Xuddi yermi shunga o'xshash. Yerning tagidagi magma qavati, magma suyuqliklari buningdek aylangan vaqtida bu yer posti to'xtamay bundaq harakat qilib bir-birisini yoki bo'lmasa bir-birisiga ittirilib ching siqishidi, yoki bo'lmasa bir-biridan ayrilib yitildi. Endi mushundaq ahvol bo'lganlik uchun buni biz yer postining magmaning eqim qavati mana shundan o'xshash taxt parchalari o'xshaydi masalan. Endi shu taxt parchalarining bir-birisiga tutashgan yerlarini biz chegara chiziqlar deymiz. Bular amaliyotda nima ko'rsatadi desanglar, mushular xuddilik yapboz o'ynaysizlarmi? Turkchada yapboz deymiz. Yoki puzzle deymiz inglizchada. Aslida bir-birisiga tutashtirib chegara shaklida tutashtirsizlarmi? Shunga o'xshash mushu chegaralarda bir-birisidan ayrildi. Bular uyultashdek bir-biriga tutilib ketgan emas. Bunda bir chegarasi bor. Yani mushu rayonlarda yitilgan yoki bo'lmasa mushu yerlar bir yerga kelgan. Anda bo'lgandan keyin mushu rayonlarda tegidan magmalar buni sürüklab besim tushigan vaqtida kimi zaman ba'zi vaqtlarda bir-birisiga yon tarafdan surkiladi, kimi zaman asti ustidan mana surkiladi, kimi zaman yirtiladi ikki tarafga, kimi zaman bir-birisiga siqishadi. Bular bir-birisiga nisbatan nisbiy harakat qilib turdi. Harakat qilganda bir-birisiga tabiiy qanday qildi? Kuch tushirdi. Yani siqishadi. Çın sıkışıp qalganda bir kuch beriktirdi, arilgan vaqt yitildi, tegidan magma aytilib chiqdi deganda. Endi yer tevrashning shunga xarakterlik yer tevrashlar bo'ladi. Nayt az ko'rilgan yer tevrashlardan birisi gumurlik tushib xarakterlik yer tevrashlar. Masalan, ba'zi rayonlarda yer tevrashning bo'lishi uning tegining tuproqlarining tegida nayt bosh yerlerinin kavaklarının kapqallıqıdan ve bu boş kavaklarının gümürlük düşüş sebebinden yer tevreş bulundu. Buna ait az görülüdü. Mesela bazı yerlerde yer astı maddelerini o kadar kezip etken bolsa, içi boş kalıdı ve içinin toldurmagan bolsa bu gümürlük düşüp yer tevreşini keltirip çıkardı. İkinci xil yer tevreş, volkan karakterlik yer tevreş. Mesela yanar dağlarını bilimiz, volkanını bilimiz emmeyle. Şuna mı? Mesela magmalar sıkışıp bir-birisining ichiga kirib ketgan vaqtda mana tuproqlar qanday qilib emas bir-birisiga siqishib kirishib ketgan emas, tuproqlar yitilib ichilgan vaqtida qanday qildi? Bo'sh qolgan yerdan magmalar etilib chiqadi, pisqirtib etilib chiqadi, yani yanardaq shakllik bo'ladi. Bu etilib chiqqandan keyin bu berikkan stresslar, berikkan kuch, bu volkan xarakterlik yer tevresh. Endi ma 3-chi xarakterlik yer tevresh, qurilma xarakterlik yer tevresh eng ko'p ko'riladigan va hozirgi biz ko'rayotgan yer tevresh mana shu qurilma xarakterlik yer tevresh. Ya'ni yer postining bir-birisiga urilishi, nisbiy harakat qilishi, surkilishi tufaylidan yer postining titrishi va dalga shaklli tarqalish tufaylidan qanday qildi? Yer yuzidagi binolarni, ojiz binolarni o'rib tashlaydi. Mana buni biz yer tevresh deb adlantiramiz. Endi yer tevresh hozir degandek yer tevrashlarninki ilmiy ismi, İngilizce ismi tektonik earthquake deymiz. Tektonik yer tevreshi. Türkçede mi tektonik deprem deymiz. Tektonik deprem 3-chi xillik ko'p ko'rildigini qanday oldu deganda bu yer postininki shundaq nisbiy harakat tufaylidan yuz beradigan yer tevresh dedik. Buni 3 xil holatda o'ttirg'i chiqadi. Buning birinchisi A şekillik, yani sxemada A'da ko'rganinglardek tektonik taxtalarning, tektonik taxtalar deganimiz, ya'ni bir-birisiga tutashgan yer postlarining ko'rsatadi. Tushuninglarmi? Yer posti.
qo'shni bo'lgan yer postlari. Yer postlarining o'zaro yan tarafdan suyukilishi ma'noga o'xshash. Ya'ni yanga suyukilishi bunda. Yan tarafdan berkib bunda sürkülüp bir-birisiga nima qilish tufaylidan hosil bo'ladigan yer tevreş. Yani birisi astın üstün bo'ladigan yer tevreş. Üçüncüsü üstiga harakat qilishi. Ya'ni harakat üstü belgilik bir tuproqninki qo'shni nimasiga nisbatan ustiga harakat qilib ko'tarilish tufaylidan bo'ladigan yer tevreş. Endi yer tevreshning ma siziqni ko'rdinglar. Mana bu siziq amaliyotda ikki tal plaka deganimiz shu. Tektonik plate deganimiz shu. Bu tuproqning mana yerilgan, bir-birisiga tutashgan, bir uyul tashdek bir-biriga tutishib ketgan emas. Mana bir-birisiga yan-yana jipsishib qolgan bir yer. Shu yer tevresh belbog'i. Bir-birisiga yantu tarafdan sürkülüp kuch beriktiribdi. Şanlılar yan taraftan çın sıkışıp kaptı. Ve nispi hareketi yan taraftan ma tarafı kiçikrek boğunu ma tarafı hareket kıysam kendiydiken çoğun boğunu a tarafı hareket kıysam kendiydiken. Lakin hareket kılalarında kılamaydı çünkü bir yerde çoğun gayet zor sürkülüş gücü var kılıdı. Lakin kana kılıdı? Lakin tigidin bunu hareketlendirdiğin magma kuvveti toxtumay bunu küçülüp duruyor orada. Enerjiye berkido. Belki belli bir sonuçga kelganda bu berdaşlık berish kuchini kaybetgandikan qanday qildi? Bu energiya shekillik portlablan, bir aqlam harakat qiladi, yeriladi va shunday qilib ustiga qanday qildi bir narsani qanday qilsa bir narsani ching qilib ishlik sundursanglar qanday qildi bir tevresh yuz beramdi, shunga o'xshaydi bir narsa. Üstemada tevrep gidiyor, bu tevresh shuningdan yuz beradi, dalgi shekillik tarqaladi. Endi bu yer postining tevrengen dolqulari bu 3 xil bo'ldi ekan. Bununki birisi primary way, yani asası dalga. Bu asası dalga dediğimiz bu şu tuproqninki bir-birisiga oldiga kelib ketib bergan. Bu yilqi to'liq o'tirning fiziki darsiga bo'y to'lqin, to'g'ri to'lqin shekillik tarqalish nimasi mushumi? Tuproqlarninki bir-birisiga mandaq shaklda bir-birisiga kirishib, yana mana tarilib, kirishib, tarilib bu shaklda tarqalgan to'lqinni pi asası to'lqin deymiz. Bu asası to'lqin acizroq bo'ldi. Andan keyin o'ng so'lga qiladigan to'lqin, ya'ni ma taraf tuproq mayanga mandaq shakllik o'ng so'lga taqiladigan to'lqin. Bu ikkinchi el to'lqin, secondary wave deymiz, S wave deymiz yakomsa. Bu yerki PS deydiğini primary, secondary deydiğini kelib chiqqan. İkinci dalga qanday mana bu shaklda, birisi ayanga, birisi mayanga bu shakllik dalga bo'ldi. Buning biroz buzg'unchilik kuchi yuqoriroq bo'ldi ma P dalga qaraganda. Anki uchinchisi qandaq dalga oldu degende yer postining ast üstiga tevrilishi ve buzg'unchilik xarakteri eng yuqori bo'ldigini. Hozir biz yashayotgan dalga mana shu surface dalga, yani yüzey dalga. Mana shunday shakl to'lqinsimon xuddi dengizning suvlarining bunda lepildigindek dalga qilgani. Hozir Kahramonmaraşdagi dalga ana shunday dalgadan iborat. Endi yer tevreshni qandaq o'lchaymiz? Yer tevreshning cho'ng kichikligini qandaq belgilaymiz degan vaqtida yer tevreshni o'lchaydigan bir asbob bor. Buni yer tevreshni o'lchash asbobi deymiz. Resimda ko'rganinglardek. Endi bu yer titrgan vaqt energiya patlaması yuz berganda yer titrganda buni biz seismic wave deymiz. Seismik dalgası deymiz. Buni seismik, İngilizce seismik deydi. Türkçe seismik dalgası deydi. Uyg'urcha seismik to'lqinlar desek bo'ldi. Yer to'lqinlari desek mi bo'ldi? Bu ne? Yer tevreş uskunsmoniga o'xshash o'lchaymiz. Endi yerninki tevreshning cho'ng kichikligini biz balkim qanchalik cho'nglikni tevirgenligini bilish uchun biz Uyg'urchada bal deymiz. Mesela 4 bal tevridi, 5 bal tevridi, 6 bal tevridi deymiz. Mesela Kahramonmaraşdagi tevreş 7,7 bal. Bu matematiklik jihatdan nima qanday hisoblandi bu desek, ma grafik bor, sizlar matematikani o'rgandinglar. Ma grafik amplitude logaritmini alsanglar, shu logaritmisi buningki yer tevrashlamasining takriben shu şekilde ifodalash yo'llari bor. Buni sizlar kelgusida geolog bo'lib qolsanglar, balkim texnik yaxshi araştıra olasizlar. Yer tevrashning cho'ng kichikligi tuvandagidek 0 baldan boshlab, 0 bal degani zaten yer tevrimizi degan gap. 10 balgacha buni biz ishkaliga ariya olamiz. Mesela 0 balni zaten tevirmegen bo'ladi hisobda. 1 baldan 1,19 balgacha, 1 baldan 2 balgacha bo'lgan tevrashni biz aciz tevresh deymiz. Mesela bunu da bir teştek gül qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, teştek gülünüz biraz tevreydi, jiq ziyon bo'lmaydi degan gap. Ashunchalik cho'nglikda. Vayron kuchi bo'lmaydi.
2 baldan 2,19 balqıcı boğuna azırak bir tevreş buldu. Teştikimiz biraz sallanıdı. Erkin 3 baldan 3,19 bal yer tevreş, yenik yer tevreş buldu. Bunu da asasen cık veyran kılışma hiç kanda bulmaydı. Asasen bizim bulmaydı. Küçlük tevreş 5'ten 5,19 balqıcı. Biraz veyran kılışı buldu. Mesela binalar çak gidiyordu. Binalar çak gidiyordu mesela degandek. Örülüp düşmedi, lekin binalar çak gitişi mümkün. Yenik aciz nesle buzulup gitişi mümkün. Yani kat hiyat evreş 6 baldan 6,19 bal. Eğer derecede veyran kılış gücü buludu. Aciz binalar örülüp gitişi mümkün. Yani kat güçlük hiyat evreş 7 baldan 7,19 bal. Xuda hazır bizninki Türkiye'de bulayotgan hiyat evreş, boğan hiyat evreş qattiq güçlük hiyat evreşga kirdi. 7 baldan 7,19 balgacha. Bu ağır derecede öğleni örülüp gelişini keltirip çıkdı. Emniyette bunun da standartta öğlenin maymak bulup gidişi, çak gidişi şekilde gösterdi. Bu emniyette nimini gösterken yani binaların sağlam ya, silingan ölçemlik standart silingan binalar qartılgan gap bu. Afet karakterlik hiyat evreş 8 baldan 8,19 bal. Bu böyle Xuda saqlasın bular nispeten küçük silingan binalarını örülüp gidiyor. Bunun da. Hem de 9 baldan yukarı tevreş, Xudoyim saqlasın bu bir kıyamet hem de hesapta. Kıyamet. Yani az yer üstüden örülüp tişiği kömtürülür de hesapta. Tarihte bunda yer tevreşler yüz bergen boluşu mümkün. Tamam. Bularni bilip algan dikin hem de yer tevreş, iki xil yer tevreş boludu. Bunu biz ani yer tevreş ve kaldık yer tevreş. Hem de ani yer tevreş digini deslepte stres berikken streslerning berikken energiyaning partilish tüpeylidən o'ttirg'i chiqqan tunji qitimliq yer tevreşni biz ani yer tevreş deymiz. Bu eng cho'ng nimada bo'ldi? Masalan, Kahramonmarashdagi yer tevreş, ani yer tevreş 7,6 bal. 7,7, 7,6 bal. Endi bu uning keynidan bir taqim qaldiq yer tevreşler bo'ldi. Bular hergiz 7,19 bal bo'lmaydi. 6 bal, 7,6 baldan tüven bo'ldi elbette. 6 bal, 5 bal bara acizlab, bara kichiklab mangadigan bir qaldiq yer tevreşler bo'ldi. Pat ko'rilib turgan ta kichikcha. Bularni biz qaldiq yer tevreşler deymiz. Türkçede mani ani deprem, artçı deprem deydi. Artçı depremler to'xtamay yuz berib turdi. Balkim bir oygacha davomlashishi mumkin. Oxiri quyrug'i uzilgicha endi cho'ngdan kichikka qarab tevrab mangadi. Buni biz qaldiq yer tevreş deymiz. Endi dunyoning o'xshamagan yerlarida yer tevreşler bo'lib turdi. Masalan, butun dunyo xaritasiga qaraydigan bo'lsak, qizil rayonlarni ifodalagan yerlar yer tevreş en köp ko'riladigan rayonlar. Chunki bu rayonlarda qit'alar o'zaro qandaq qilgan bir-birisiga tutashgan, bir-birisiga paychindigan chegara rayonlari o'tirashgan yerlar. Ham bular bir-biridan nisbiy harakat qilish yo'nalishida, moyilligida. Bu nurg'unlarimiz his qilib qolamizki, dunyo jim turdi. Biz tuproqning ustida desep turgan yer davomli o'xshash. Chunki bizning nihoyat asti harakatni insonlar his qilolmaydi. Kunda qarasak o'xshash uyimiz o'xshash yerda turgan, o'xshash yezimiz o'xshash yerda turgan, yillar o'tib, necha yillar o'xshash yerda turgan, amaliyotda necha yuz yillar o'tganda buni bilindi. Ya'ni bu tuproq asta nisbiy bir-birisiga qarata harakat olib turdi vallahi. Balkim coğrafya dersi o'rgangan bo'lishinglar mumkin. Hozirgi qit'alar necha milyon yillar burun bundaq emas. İdeya deydigan bir nazariya va qit'alarning harakat qilish nazariyasi deydigan. Shunami? Bular harakat qilib mushalikka kelgan. Balki buningdan keyin texnikum harakat qilib bir-biridan yiroqlashishi mumkin, yangi qit'alar shakllanishi mumkin degandek. Tamammi? Ham demak mana bu yerdagi yer tevrashlar, mana shu eng jiq yer tevraydigan yerlar. Masalan, buni misol qilib aytsak, tipik bo'lgan Yaponiya, Indoneziya degandek Tinch okean rayonlari eng jiq yer tevraydigan rayonlar. Nepal degandek shunday. Ondan boshqa Mayanga kelsak, Turkiya, Iran, Ozarbayjon, ichiga mumkin Yevropaning sharqiy Yevropa qismi, İtaliya aşını qo'shib mushadan o'tib ketganda butun yer tevraydi, eng ko'p yer tevraydigan yer. Anadagi Mao, Janubiy va Shimoliy Amerikaninki qismlari, g'arbiy Tinch okean qirg'oqlari.
Masalan, Janubiy Afrikaning Chili deydigan yerdan tarixdan eng cho'ng 9 bola yer tevribdi ekan. Eng jiq yer tevraydigan yerlar Chili deydigan yerlar. Ve Amerika'nın şu Tinch okean qirg'oqlarida yer tevrash ko'p bo'ladi. Yer tevrimaydigan yer nima deb aytaylik rost. Dunyoning nelarida yer oz tevraydigan. Qarasanglar bu qizil belbaq bo'lmagan yerda yer tevrash asosan bo'lmaydigan yerlar. Masalan, Afrikaning janubiy qismlari, tamam mı? Anki Rossiyaning usti tarafida Rossiya, anki Avustraliyada tevirmaydigan, anki Hindistonning past tarafida tevirmaydigan, Saudiya Arabistonining tarafida tevirmaydigan. Tamam mı valla? Yani Janubiy Amerika'nın qirg'oqlari tevirmaydigan degandek. Kanada alt tarafida tevirmaydigan degandek. Anandayken Türkiye'nin üstü qarsanglar bütün dünya boyunca amal yok yer tevreş belbağıga joylashgan bir yer. Xuddi Yaponiyami shunga o'xshash, Italiyami shu. Amal yok. Endi yer tevraydigan yerlar bular. Tarixdan beri tevrab kelgan, buningdikimi tevraydigan, her zaman tevraydigan yer. Endi bu yerda yer tevraydigan deb terk etgani bo'lamda? Yo'q, bo'lmaydi. Bular yer tevraydigan yerlar. Xudoyim shunday o'rlashtirgan ham hisobda. Tamam mı? Endi Turkiyaning yer tevraydigan yerlari ne degan vaqtida mushu qizil siziq ustiga joylashgan yerlar yer tevraydigan yerlar. Masalan, Kahramanmaraş degan yerlar ashundan o'tadi. Mushu elchilarni qaysini sanasanglar shu yerda ko'rib, jo'grafiyani yaxshi bilasizlar. Ankin Erzincan degan yerlar shunda mangsanglar kelib tak İstanbul'a qarata uzunidi. İstanbulning o'ziga dal ketmay, biroz qiyib Marmara tarafga qarab o'tib ketadi. Ikki qo'l yer tevrash yo'nalishi bor. Birisi Marmara rayoniga uzangan Shimoliy Anadolu belbag'i. Yana bir qismi Anadolu belbag'i. Bu qitimqi yer tevrash Doğu Anadolu belbag'ida yuz berdi. Doğu Anadolu fay hattida yuz berdi. Yani mushu rayonda, Doğu Anadolu'da. Endi bu yerga qarasak, yer tevrash oz bo'ladigan yerlar Aqsaray, Konya, anki mayerga qarasanglar Anqara biroz tevrimaydi. Anki ma tarafdagi qarasanglar mishadiki rayli. Ma bilisizlar, sizlar o'zingizlar jo'grafiyani, Turkiya jo'grafiyasini bekrak bilisizlar. Mana mushu yerlar yer tevrash nisbatan oz bo'ladigan rayonlar. Aşırı rayonlar. Endi yer tevrash ko'p bo'ladigan rayonlar mush qizil siziqning ustiga nima qilgan va Marmara bölgesi, Ege bölgesi, mayergi İzmir degandek yerlar tevraydigan yerlar. Davamiga o'tsak, yer tevrashning ofatining oldini olg'ini bo'lamdi degan savol chiqadi. Biz tamam, nurg'un ofatlarning oldini ola olamiz. Yer tevrashni to'xtatgani bo'lamdi. Yer tevrashni to'xtatgani bo'lamdi, to'xtatgani bo'lmaydi. Chunki bu xuddi sel ofatiga o'xshash, yomg'ir ofatiga o'xshash bu tabiiy bir ofat. Yer sharining o'zining ishlash prinsipi shu. Yer şarının özünde birikken, tuproqda birikken streslerinin boşalma haleti emniyeti bizge yer tevreş bulab görülüdü. Bu ezelden ba, bunun dikimi buldu, davamlıq ba. Bu Xudayimning müşündak qılıp yaratkan bir kanuniyeti bu. Hem de yer postunun kanuniyeti sebebidin elbette bizning qit'alarimiz şekilde, sol tarafga qarasanglar, burunqi qit'alar mana müşündaroq şekilde deydigan bir nazariya ba. Bular andiki yerde nima şekilde qit'alar hareketi tüpeyildan qanday qildi? Minda hozir holat shakllandiga, o'ng tarafdagi shakllangan. Tamam mı? Bu qonuniyat o'zgarmaydi yani. Biz buni yer tevrashni to'xtata olmaymiz. Lekin yer tevrashda ziyonni eng ozga tushira olamiz degan vaqtida yer tevrash degan vaqtda ziyonni eng ozga tushira olamiz. Hatto o'lim yetimni azalta olamiz, hatto yo'q qila olamiz. Bizga keladigan moddiy va ma'naviy ziyonni eng ozga tushira olamiz. Bu insonlarning qo'lidan keldi. Buni qanday qila olamiz? Eng oldi bilan biz o'tiradigan rayonni yaxshi tanlash lozim bolalar. Yani oldi bilan bir o'tiraqlashtirgan amal var. Bo'lsa, agar qo'limizdan kelsa, yer tevrash oz ko'riladigan rayonlarda o'tiraqlashsak texi yaxshi. Agar u yerda o'tiraqlash bizning imkoniyatimiz bo'lmasa, biz o'tiradigan binoni tanlashimiz lozim. O'tiradigan binosimizning tegi mustahkammi? Yoki bo'lmasa biz o'tiradigan yerlar, masalan, mana o'ymonliq yerlarga silingan binalarmi, sitelarmi, yoki bo'lmasa mana qaya tashliq yerlarga silingan binalarmi? Shuni bir tanlashimiz lozim. Hamki binalarni o'lchamlik silishga, materiallarning yetarlik va sifatli ishlatishiga diqqat qilish lozim. Bu sizlarningki qila oladigan ishinglar bundan kimmi? Hamda hozirgi Kahramanmaraş'taki ve başka yerdeki bu kadar afet, mesela
7,9, 7,7 bal afet karakterlik tevreş emas. Ağır dereceli tevreş bu. Afet emas. Afet degen texim çoğ. Afet degeni 8 baldan yukarıya, 7 baldan yukarı 8 bal kişi bolganda afet degen toq. Nima üçün afet boldu Türkiye'de? Bunda boluşdaki sebep bu binalar ölçemsiz silingan. Materiallar ölçemsiz, qurilish ölçemsiz. Yani bu yerde sizler belki köpünçalarning bäriz qurilish mühendisi bo'lishinglar mumkin. Eğer mühendis olsa ölçemsiz yani kolunun uçida iş qilgan bo'lsa, agar tijoratchi bo'lgan bo'lsa, buni saxtalik qilib az pul xarjlash uchun saxta materiallarni ishlatgan bo'lsa, yoki bo'lmasa ölçemsiz yerga silinishi kerak bo'lmagan bir yerlarga, masalan tigi binam munbat bir tuproqlar bo'lsa, tigi cho'kib ketadigan yoki bo'lmasa sarsıntıga bardoshlik berolmaydigan yerga sanmanglar degan bo'lsa, silish yasoq bo'lgan yerga aqishib qilib sağgan bo'lsa, bu en çok ahlaksızlık, en çok günah bulur. Eğer sizler kelgüsüde mühendis olsanlar, başlık olsanlar, yakımız aşındak bir yerge yetki bildiğin yerge işlep kalsanlar, bunun katı dikkat kılışınlar lazım. Bu, bütün ömrünler boyunca kıygan, etken, tutkan rozanlar, okugan namazınlar, bergen sedikanlarının hemmesi nölgü çıkarıyordu. Düşünün oğlum valla. Okugan namazınlar hemmesi nölgü çıkarıyordu. Eğer siz aşında bir sebepten sizin sebebinizden sizin mühendis olup hata tasarlaganlığınız tüpeyliden bir körük örülük düşken bolsa ve nurgun insan ölgen bolsa. Siz mühendis olup sizin ihmal bilen yakımız hata kolunuzun uçuda tasarlagan bir binasınız sebebinden bir bina örülük düşüp neçe minglagan neçe yüzlüge insan ölgen bolsa. Siz mühendis olup başkıla pul berse, aşı pulunu dep öz prinsipka, ahlaki prinsipka uymay, pulunu dep şunun boyunca tasarlap bergen bolsanız ve şu sebepten ahirde nurgun insan ölgen bolsa, bu sizninki dünyada mı, ahirette mi özünüzde hiç kanday şekilde aklışınızga yetmeydi sabahdaşlar. Yetmeydi bu. Kıygan etkenlerinizin hemmesi nöl boludu, çatak çıkıdı. Şunu bu noktada hazır kallanlarda inak net bir düşünce bolsun. Bazılarla binakarlık kuruluş injeneri bo'lishinglar mumkin. Bunun qattiq diqqat qilishinglar kerak. Andan keyin yana bir qo'limizdan keladigan narsalar endi hozir yer tevresh yuz berdi. Bundan keyin ko'pincha insonlar shu mavjud o'tirayotgan binolarni yaxshilash uchun biroz kuch chiqarishi mumkin. Cho'qim kontrol qilish lozim. Binolarni kontrol qilib, binoning asosiy kuchini to'shiydigan mundaq bir turuklar bor. Xo'p, ash turuklarning agar ölçemsiz silingan bolsa, bunu qaytadan güçlendirip, bunu resimdekidek güçlendiriş lazım. Eğer bina sanmakçı olsa, şundaq herkes pıksırlık kılması lazım. Bununla asasını ait müstehkem kılış lazım. Müstehkem ottaraş lazım. Anın deyken, biz kolumuzdan keldiğini şu bettik görüldü hem de. Biz de demiş kıla alayımız. Aile olarak nemi kıla alayımız. Mesela, biz hem de binalarımızı puhtuladık, her cihetten kıldık. Yer devreş illa yaşayımız. Yani bu vakitte yer devrep enkazdan aslında kanmay, ay üstündeki dolapның üstündeki bir vazı beşiği düşüp ölep gidadigan ahvallarım bolap kaldı. Yoki bo'lmasa üstüde çıkan asmi çırak beşiği düşüp ölep gidadigan ahvallarım bolap kalıdı. Bunu aldığını biz alayımız. Mesela dolaplarını öyde bizden uzun kiyim şkaplarımız var, kitap şkaplarımız var. Yerleştirgen vaxtıda nayt puxta yerleştiriş lazım. Eğer yer devrep aşı sılının koyganlar tüpeylidin aşı likkanşıp bir müç ketken bolsa sılı sebepçi olursa bununla. Tamam ben bana koydum, ben bunu akıbetine iyi oluşum gerek, ben bunu koygandakin güzel bir şekilde koyuşum lazım ki benim kolamdan kelgen en çok bir iş olsun, ben cevap bereleydigan bulay, ahirette mi Allah'a ve üzerine vicdanına deydigan şekilde iş kılış lazım vallahi. Size çoğu olsanlar, mesela çoğu bulursa ailenlerde bir nesne yerleştirirse, bunu şu şekilde bulaş lazım. Mesela dolaplarını yerleştirgende üstündeki nesnelerge çıkıp gidadigan bir nesneni koymaslık lazım. Mesela manda koyaş hata mesela. Mesela bir dolapның üstüge bir dolapını koyup, töpbegi manda vazı lonq kitapını tizip koyaş, çıraylık görün dep koyaş, ye azalsın dep koyaş, hata iş. Manda olsa manda çıkıp gididi. Eğer koyaş doğru gelsin bir şekilde bağlap düşmeydiganlıqdan emin bo'lgan şekilde koyaş lazım. Eğer asmi çıraklarını asqa vaxtıda mında bir çıraylık tutsun dep, mında aralı turduğun şekilde koyup koyması lazım.
Ama tamga mıhlaydigan bazı dolaplar var mesela nimedek. O narsalarni qilish lazım. Anadaki ma öyümüzde gaz ocaklar var. Yer tevreş vaqtida tamak etayotgan bo'lishimiz mumkin. Apıla şapıla çıkıp otunu üçemeye çıketsek, gerçi yer tevreşten qutulup qalgan bolsaqmı, ot aptığı tutulumuz. Şuna otunu üçürep, gazını üçürep, anandaki lazım. Aldıyla bunu muş narsaga diqqat qilish lazım. Yani biz nima ish qila olamiz? Masalan, yer tevrgende ko'pinchimizning ahliga tunji ulab keldigini qechish. Bu qechish to'g'rimi? Qechish to'g'ri emas. Qechish endi hisobda. Balkim sizlarga maktabdan buni o'rgatgan bo'lishi mumkin. Yer tevrga vaqtida qaçsak, bu arada en yenik bo'lgan vaqtida sarsıntı tüpeyelden to'g'risidan bir narsalar tushib, beshimizga tushib yaralandirishi, ig'ir yaralandirishi mumkin. Bir narsalar beshimizga tushishi mumkin. Biz yiqilib tushishimiz mumkin. Her türlü ihtimallar yüz berir. Şu bu baribir ulguramiz. Mesela binodan tushib, unda bu qechib bo'lguncha biz nima qilib olamaymiz. Bu vaqtda sakin bir şekilde eğer bunda puxta bir sandalye bo'lsa, bani biz deprem masasi bo'lsa yaxshi. Masalan, deprem masası deb ayrim bir masa var. Nayt puxta bo'lgan, ya to'piga bir narsa tushsa buzilib ketmaydigan, tamam mı? Mushundaq bir narsaning ichiga kirib, mana mushundaq pozisyonda turishimiz lazım. Anadikin yerga mana mush pozisyonda turish lazım. Yani beshimizni qo'rishimiz ve mush şekilde hammadan hasar yeydigan yerlar mush odamning ma keyin tarafga beshimizga bir narsa tushsa biz hoshimizdan ketamiz. Shu hoshimizdan ketmaslik uchun mana mush şekilde o'zimizni tugilib qo'g'daymiz. Yerda mandaq şekilde manga vaqtim beshimizni qo'g'dab turib mangamiz ve yerde mana mush şekilde o'zimizni shu joyimizda bundaq qilamiz. Yer tevrashdan burun bizlar nimalarni hozirlay olamiz? Belki mektublarda deprem çantasını sizlarga hazırlab berganini o'rgatgandi. Endi biz deprem çantasını hammalar bundan hazırlayli. Bugundan boshlab deprem çantasının birisi bo'lsin. Deprem çantasida nimalar bo'ladi? Deprem çantasida bir telsiz bo'ladi, qo'lchiroq bo'ladi, batareya bo'ladi, anadaki ma'ning o'xshash tokdan bo'ladi, bosmaning o'xshash yelek bo'ladi, saqlaydigan. Bo'ladi bir narsa, anadaki ma'ning o'xshash ciddi nima qilgan dorilar bo'ladi masalan. Degandek narsalarni selib qo'ydigan, hatto o't o'chagishdan tortib, hamma narsalarni yetarli sap qo'ydigan vitaminli praniklarni va bir botul suvni bir odamning hayotini qutuladigan shaklda damali qo'limiz ulusha oladigan shaklga eng ozdan yani askeriy bir şekilde buni saqlashimiz lazım bolalar. Yani derhal qo'limizga ilib, derhal dümbümüzge jutibli bir yerga qacha oladigan shaklda. Mush şekilde. Anadikin nurg'unlar depremning ostida qolsa ovozini tuyuramay tigida qilib uni qutqizish qazanmaydigan avvallar. Shunga bunda bir mikrofon nayt muhim. Yani megafon deymiz buni. Megafon bilan o'zingizning ovozini bildirishingizga nayt foydasi bor. Tamam mı bolalar? Bularni bugundan boshlab hammamiz hozirlashga tirishaylik. Bulamda unda olsa eğer yer tevreş öyümüzde yüz bersa anda qildik. Yer tevreş her an yüz berishi mumkin. Eğer biz avtobusda, metroda ve maşinada bo'lishimiz mumkin, tamam? Eğer biz maşinada olab qalsak, eğer maşina haydayotgan bo'lsak, yoki oilamiz maşinani haydayotgan bo'lsa, bu maşinani qalaymiqan to'xtatib ishni qilish xato ish. Yoki biz haydayotgan bo'lsa, darhol yo'lning o'ttirida to'xtatish xato ish. Eğer yo'lning o'ttirida to'xtatsangiz, keyiningizdan kelayotgan mashinani ya to'sib olasiz, ya keyiningizdan kelayotgan mashina sizga ustida. Yani o'xshash qazo chiqadi. Shunga sakin bir şekilde yo'lni o'ngga tortib mashina sakin to'xtatish. Anadikin avtobus bo'lsa-mu, avtobusning ichida uning ichida qalaymiqan alaqsadi bo'lmasdan sakin bir şekilde avtobus xodimi yoki ichidagi shofir nim degan bo'lsa shuningga bo'ysunish. Bo'ladi tramvaydan ichidagi ishni ichib derizlarni chiqib qechib eng xatarlik ish. Bo'ladi tramvayda bo'lgan bo'lsak yoki metroda bo'lgan bo'lsak, herkes boshqalarni do'rab yoki mana qechib yutibdi deb qanday qilmaslik lozim? Buni ishni ichib yo derizini chiqib rayga atlamaslik lozim. Bu texmi cho'ng xatarni keltirib chiqardi. Rayda elektrik va o'zingni bilsin, yuqori besimli qarshi tarafdan har an metro kelib qilish xatiri bor degandek. Tamam mı? Eğer mushunda ish yuz berib qolsa, qiladiganlar sakin qilish, alaqsad bo'lmaslik. Eğer siz ochiq yerda bo'lgan bo'lsangiz, eğer siz sirtga ketib qolgan bo'lsangiz, hargiz daraxtlarning qishidan, bunda yer çatılarning qishidan mangmasligingiz lozim. Binolarning yinda turmasligingiz lozim. Beshingizga tushib ketish ehtimoli stolbalarning, masalan, bunda teraklarning qishida turmaslik lozim.
Amal var meydanın o'ttirda bu zaten aniq gap, buni hammaylar bilamiz. Herkes çaqchaq qilib bo'lsa-mu, yenidan minib qolmaslik kerak. Bunun qattiq diqqat qilishinglar kerak. Anadan keyin agar depremning ostida qilish ehtimolim bo'ldi, balki hozirning o'zida kichik nurg'un insonlar yana qutuldi. Shunda bo'lishiga qaramay, yangi tug'ilgan bu vaqtlardan tortib yashangan insonlargacha qutuldi. Ba'zi qutulganlar bor. Endi Alloh rizqini shu bergan, yanılam yashashga nasib qilgan insonlar qutuldi bir şekilde. Ümidini üzmeslik lazım. Hatta 4 kundan keyin qutulganlar bor. Ular bo'libdi, o'ldik deb o'zini nima qilib uxlagan bo'lsa, sovuqda üşüp o'lib qolishi mumkin-da. Bir qutuldirish etirti kelib, meni qutuldirdi degan ishonib, bir şekilde yatib qilishga tirishganlar qutulib chiqayotgan hikoyani balkim anglagan bo'lishinglar mumkin. Allah agar hayotni nasib qilgan bo'lsa, har şekilde qutulib chiqadi inson. Shu chaqda qanday qilish lozim? Endi nima şekilde duo qilish lozim? Taki eng oxirigacha, taki bizning o'zimizning qo'lidan hech kelmay, o'zimiz bir şekilde Allah'ın dergahına ketkenga kadar Allah bizning jinimizni olmasa, hech kim hech qanday sebep bilan jinimiz chiqmaydi sabab. Shunga bunday ahvolga duch kelib qolsak ki Allah hammamizni o'z panohida saqlasin. Shunday ahvolga duch kelib qolgan taqdirdami, sakin qilishga tirishish lozim. Sakin qilib saqlash kerak. Va agar hali qanday tadbirlarga uygan bo'lsak, o'zimizning megafonda to'lisak bo'ladi, bizning ovozimizni anglab darhol bizni qutuldirdi. Bir misolni deb beray, shu qitimliq depremda 90-100 soatga yaqin vaqt, 90 necha soat, 90 necha soat qancha kunga to'g'ri keldi bolalar, qancha 3 kunduzga to'g'ri keldi. Shunami? 10-chi. 17 yoshlik bir bola aşı depremden sağ salamet qutuldirib chiqildi. Ular chiqqandan keyin o'zining hikoyasini anglatdi. Men nima vaqtda uy apsi yetadigan chechaklar bor ekan uyda, gullar. Shuni men bo'ldi o'ldim, hech kim meni qutuldirmaydi deb o'limini kutib yotgan bo'lsa, Xudoyim taqdirsin, unda qilmay chechak qo'zqatsa, nimani chechaklardan yebdi o'simlik. Chechak yebdi. Ko'rdingmi? Chechak, gul. Ankin o'zining idrarini ichdim deydi. Ussuzluğumun o'zimning idrarini ichib qandırdım deydi. Ankin tamlaq urib bir şekilde qilib ovozimni to'ldirdim. Ankin qutquzish yetir oxir kelib bu bolani qutuldi. 17 yoshlik bola, sizlarning ishinglarda. Allah hammamizni o'z panohida saqlasin. Mana shunday baloya qazolardan. Sunum mishaqcha savol demayman. Bu bir genel şekildeki bularni yer tevrashning nima uchun yuz berdiganligiga nisbatan bu yer tevresh fiziksi, yer tevresh fizikçil haqiqat yo'nalishi. Ben bir yer tevresh fizikçisi emas, lekin bir fizikçi bo'lish sübütüm bilen az dola buni fizik açısından ilmi cihetten tushuntirib berishga tirishdim. Asosli maqsadim bu sizlarni va bizni qanday qilib qo'limizdan kelganini qanday qilib qila olamiz va bu şekilde qanday qilib o'zimizni qo'g'dab qolamiz. Bu şekilde sizlar sevimli o'quvchilarimdan kelgusida olası bir yer tevresh yuz berib qolsa, bunday xatarlardan qutulish uchun qanday ishlarni qila olamiz, shuni degim keldi. Mening qo'limdan kelgani shunchalik. Bu holatlarda hammamizning ko'ngli yerim. Bizning duo qilishdan boshqa nimamiz, boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Agar qo'limizdan kelsa, biz o'quvchilar, Serxillar ma'rifining o'quvchilari bo'lish suhbatimiz bilan bir ishlarni qilsak bo'ladi. Masalan, o'zimizning jiqqan 5 lira, 10 lira pulları olab yığsak bo'ladi. Az emas, ko'nglimizdan chiqqan. Bir şekilde o'zimizning kiyim-kechaklarni iyani qilsak bo'ladi, balkim arada qiyganlar bordir. Bir şekilde teşkillenib bir narsalarni qilsak bo'ladi. Biz shu o'quvchilar teşkillenib shunchalik bir ishni qildik. Mancha lira pulni, mancha 100 lira pulni ardiq. Aşağıda qalgan depremde hayatını, depremde ziyan uçurgan bizning ishimizdagi saboqdoshlar, Türk qarindoshlarimizniki kichikgina olsun bir nimasini, bir tal ekmekni yeyish uchun mujdoq deydigan narsani qilishinglarni men kutaman saboqdoshlar. Bu nima emas, majburiyat emas, o'zinglarning nimasiga bog'liq. Unda olsa, mening gapim mishada oyoqlashdi. Endi so'raydigan savoli borlar, deydigan gapi borlar. Desanglar bo'ladi. Mening gapim mishaqcha. Muallim, men bir narsa demoqchidim. Ha, degin bilan. Muallim,
Apam demo afat yardım işi 300 TL verdi. Ben kumbaramını 207 TL verdim. Yani toplam bizim aile 507 lira verdi. Maşallah. Ne berip oldun mu o ne? Muallim bizden oyun aldığı İHA aşağıdan verdi. Aferin. Maşallah. Allah kabul kılsın. Nayet yaxşı. Hem mening demekçi oğlum mayada. Endi biz yalnız dersli ügünüşümüzle buladigan bir insanlar, savaqdaşlar emas biz. Bizning belki insonparvarligimiz bo'lgan, insonlarni suydigan, yaxshilikni suydigan, mundaq boshqalarning beshiga baloya afat kelgan vaqtda ko'nglimizdan qayg'uradigan mundaq bir insonlar biz. Bo'lganlik uchun buni belgilik darajada ko'rsatishinglarni men kutaman. Hisobda 1 liradan bulamdı, 2 liradan bulamdı yig'ib buni biz Serxila ma'rifining o'quvchilarining deb qilsanglar, andan keyin sizlar ofatninki rasmiy nimasiga avatsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa men yo'llandirma palonchiga avatinglar deb. Bu bizningki har jihatdan yaxshi bo'ldi. Qancha nomerlik depremde öyle ders kitaydı? Öyle gidez ki dedingizmi? Mesela mayayda men ko'rsatdim-ku, mana ma'ningda. Ma'ni qarasangiz, qancha depremde ders ketadigan 5 balda ders ketadi. Anladınız Malum o şey okunmasma. Elbette bu dezkitot degeni men baştan deb ötkenimdek bu bina sağlam silingan bina deb perez qilgan chaqdiki dezkitish bu. Yani bu tamam bu nachar silingan bina degan gap emas. Sağlam silingan, normal standart silingan bina deb perez qilgan chaqda dezketkini 5 bal. Tushundinglarmi? Ha malum. Malum dediniz o deprem şiddetinden birimi magnitüdde. Bir magnitüdde sen kaç hertz'te titreydi diye dalgalığında aşılanan bilgisini kapalım. Hertz degeni bu chastotini belgilaydigan bir birim fizikdagi birlik. Chastoti yani hertz degeni bir sekundda qancha qitim tevrinishni ko'rsatadi. Endi bu hertz bilan magnitudning bevosita munosabati yo'q. Yani magnitud dalgadaki amplitudiga to'g'ri keldi. Uning nimasiga? Hertz degeni uning o'zalligi, dalganing o'zalligiga to'g'ri keldi. Yani qanchalik tevraydiganligiga. Shunga o ikkisining bevosita munosabati yo'q. Amplitud bilan chastotining bevosita munosabati bo'lmaydi. Masalan, ba'zining amplitudasi cho'ng, lekin chastotasi kichik bo'lishi mumkin. Ba'zining amplitudasi kichik, chastotasi bek yuqori bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Buni fizikada Tamam. Unda olsa kim o? Soraverin bevosita. Malum Biraz benim sorarım. bir sualım vardı. Raylı sistem kuzey dağıtıdı. Ama Japonya'da tokluk şiddetli bir deprem oldu ve işlim olmadı Japonya'ya. Ama Türkiye'de 7'lik depremde 3'lik binalarının yıkılışı demişler. Çünkü Japonya aldı bilen Yapon insanlarınınki karakteri bilen bağlı. Yaponlar bu Yaponның mühendisleri bu narsaga herkes yelişletmeydi vallahi. Herkes yelişletmeydi. Yelişletiş yani meyli o rüşvet bersin, meyli denetim kıysın kımısın, birisi körep tutsun, meyli bu Allah'a işenmesin. Tamam mı vallahi? O binanı tasarlayan mühendis, yapı mühendisi olsun. O binanı sağan yapı müteahhit olsun. Bu herkes qanaqlıdı vallahi? Bular herkes özünün vicdanı qartaqlı. Qımmadın ötep tamam. Herkes özünün qoldu şunun içinden bir niyetlen qımma deb. Buzilib ketib qalsa, yapın qanaqla özünü öttürüp aladı. Vicdan azabıga chidamay. Tushundingmi? Yaponlar mana bunda haq bo'lganlik uchun Yaponiyada birinchi omili mana shu